Barchangizga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Anchadan beri do'stlar vlog qilmagan edim. Buning sababi bu yerda juda ham ko'p statsionarli eksperiment hamda savol-javob videolarini qilgan edim. Bugun ajoyib sizlarga Samarqandga vlog qilib beraman. Ya'ni ushbu vlogda biz juda ham zo'r ziyoratgohga ketyapmiz. O'sha yerdan sizlarga qiziqarli bir vlogni ko'rsataman. O'ylaymanki sizlarga yoqadi. Kanalni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Biz hozir Hazrat Dovud degan ziyoratgoh joyiga ketyapmiz. U tog'li rayonga joylashgan. O'sha yerdan sizlarga qiziqarli vlogni taqdim etaman do'stlar. Mana bizlarni trandalet, mana shu mashina bilan ketamiz hozir. Do'stlar, bizlar hozir ertalabki soat 8:20 hali yo'ldamiz. Sal qorin ochadi va shuning uchun biz pirashka yeyishga qaror qildik. Sizlarni ham taklif etamiz. Hozir pirashkachilarning oldiga olib boraman sizlarni. Nima qilyapsizlar? Tuxumyapsiz. Ertalab. Tuxumyapsiz, ha. Menga qara. Yona. Oy. Aşkların hayrana, aşkında yona yona. Mana jonli ijro do'stlar, jonli ijro. Hüseyin'e bu. La cabeza y empezamos como es, 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 Do'stlar, Hazrati Dovudga yetib keldik. Hozir o'sha yerga kirishni boshlaymiz. Yo'lma-yo'l yana sizlarga ko'rsatib ketaman. Qayerda asfalt qilgan? Yo'q, Sher asfalt bo'lganmi hozir? Mashinalarda to'rtta bo'ldi, asfalt qildik biz. Ha, tushingizgami? Do'stlar, kim Hazrat Dovudga kelmoqchi bo'lsa, Xadavoyi baqvat, baloni yangi mashina bilan kelishlaringizni so'rab qolamiz. Bo'lmasa bu yerda qolib ketishlaringiz hech gap emas. Chunki yo'li ozgina rasvo ekan, ya'ni tosh, qaloq juda ham ko'p bu yerda. Qayerda asfalt bo'lgan? Hey, yog'imi? Ha. Hozir agar asfalt qilingan joyi chiqib qolsa, sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Mana asfalt, mana shu asfalt, mana shu asfalt bo'lgan ekan. Hozir bu ham qayergacha bilmayman. Asfaltga ketyapmiz. Ana, yog'i ham asfalt bo'lgan ekan. Ana asfalt. Ya, mana bu asfaltdan haydasang bo'lmaydimi? Shofir. Mana yana asfalt qilingan joy do'stlar. Iltimos, yo'lni ta'mirlaysizlar. Mana asfaltning zakonli joylari ham bor ekan, Xudoga shukr. Tinamdan ketsangiz bo'ladi. Bag'iga shaxtdan sheygacha, mana shu yergacha Captiva'da ketsangiz, bag'iga Tiko'da ketsangiz ham bo'lar ekan. Bemalol mana. Zakonni. Anchaga chiqishimiz kerak do'stlar. Anchaga. Anchaga chiqishimiz kerak. Do'stlar, balandlikka chiqqandan keyin to'g'risi quloq bitib qolar ekan menga. Hozir mening quloqim bitib qoldi. Sheruz aka, siz nima qilyapsiz? Vloggerlik qilyapsiz. Siz ham vloggerlik qilyapsiz. Mana shofyorimiz juda ham opasniy yo'llardan haydayapti. Hozir yo'lni ko'rsataman sizlarga. Ozgina opasni to'g'risi. Juda ham opasni. Tosh ko'chkisi ham bo'lishi mumkin. Ha, suv ko'chkisi ham bo'lishi mumkin. Suv ko'chkisi ham bo'lishi mumkin. Qoram bo'lishi mumkin. Mana metr yo'lga qolib ketmaysizlar. Iltimos. Mana. Ot bilan yoniga qachir bor ekan. Eshak bor ekan, eshak. Yomon moyda ekan-da. Mana.
Mana anjaqdan eshaklar ketyapti. Yoshlarni izlayman mana. Eshak. Mana eshaklar. Bu eshaklar Ularga do'stlar, u eshak oddiy eshak emas, tog'ga chiqarib qo'yadigan hamda tog'dan tushirib qo'yadigan eshaklar pulga ishlashadi, bepul ishlashmaydi. Eng qizig'i, bepul ishlashmaydi. To'g'rimi Sherist aka? To'g'ri. Siz ham ishlagan pul kishiga. bersa yuradi, pul bermasa yurmaydi. Shunaqa haligi zotdor, baquvvat, o'zini xo'rlab qo'ymaydigan eshaklar. 20 kilolik odamni bemalol tog'ning ustiga chiqarib qo'yadi. Xususiyati shunaqa, ha? Xususiyati shunaqa. Ajoyib. Do'stlar, Hazrat Dovudga yetib keldik. Hali juda ham lekin charchatadigan joylar. Oyoq bilan yurib, sport bilan shug'ullanganlarga ko'p qiyin emas, lekin sport bilan shug'ullanmaganlar lekin juda ham qiynalishadi. Chunki faqat yuqoriga chiqish kerak. Hay. Sherist aka? Bu kishi jestiyanchik, hozir o'zi ustalar bilan kelganman. Rahmat. Xush kelibsizlar. Bizdan Bu kishi Sanjar aka, bu kishi ham usta. Bu Suvon Jo'ram hali bironta videomga tushgan yo'q, lekin har kuni bizlar birga mashinani remont qilib beradigan. Men bu kishi Zafar aka. Bu kishi ham usta, vakuumchik. Bu kishi jestiyanchik. Bu kishi ham jestiyanchikroq, eshiklarni ko'proq remont qiladigan. Suvon hadavoy motor qiladigan usta. Xullas, mashinam buzilib qolsa, ko'chaga qolib ketmayman, shu uchun bu kishilar bilan hozir qo'shilib keldim. Rahmat degan. O'chirgan yo'q. Cho'g'osh kerak. Mana unaqa narsa sotadigan joylari ham bor mana. Qo'ying keyin darrov aytasiz ana. Nech pul xola? 10 ming. 10 ming nech pulga berasiz? 12 ming. Qilib berasizmi? Ha. Sal qimmatroq qilib bera olmaysizmi? Qimmatroq 5 beraymi, yarashgani uchun. Ha, yarashganini qarang, yarashgan savlatini qarang. 15 ming bering, 15 ming. Qimmatroq qilib bering. 15 ming. 15 ming bersalar kalitlariga. Yaqin joydan kelyapmiz-da, shunga. Biralak yozib beraman. Hazrati Davuddan sovg'a, mashina nomeringizni yozib beraman. O'sha tepadagi g'orimiz masjidimiz do'stim. Qimmatroq qilib bering, yaqin joydan kelyapmiz-da. Mayli, 15 20 mingdan qilib bering, xola. Mayli. Bir bora. Yaxshi barchasizlar, siz arzon joydansizlarmi? Ha, biz arzon joydan keladi. Joydan keladi-da odamlar. Puli kam odamlar keladi-da, bega. Biz endi pulimiz ko'p, shu uchun keldik. Shundaymi? Mana do'stlar, xizmatchi otlar yuqoriga olib chiqib qo'yadigan. Yarım soat o'tishsangda yurmaydi. Qo'rqyapti bechora hozir. Men ustimga bu narsani. Aka ot yuqoriga chiqarib qo'yadi-a? Qancha bilan chiqarasiz yuqorigacha? 30 ming. 30 ming bilan yuqoriga chiqarib qo'yasiz. Tushirishchi? Tushirishi agar tushaman desa 20 ming, 15 mingga tushiramiz. Ya'ni 45 ming, 50 mingga tushirib qo'yasizlar, ha? Olib chiqib tushirib qo'yasizlar. Ha, ot odamdan ko'p pul toparganda sizlar. Yo'q, qanday u yeyishi ham bor-da. Qancha yeydi? Benzinmi yoki metanmi? Arpa beramiz. Arpami? Ha. Mana do'stlar, aytganimdek, yuqori kesalaringiz qiynalib, ya'ni yura olmaydiganlarni ot bilan chiqarib qo'ysa bo'ladi. Mo'malarga arzon. Ha. Yosh katta insonlarga arzon ekan. Mana. Vlogger. Xullas kalom do'stlar, hozir sizlarga ko'rsatgan zinam, bu zinani menimcha san olmasam kerak, lekin ana shuncha tog'da eng uchigacha zina qilingan. O'sha zina orqali biz hozir Hazrati Dovudni endi to'g'risi uncha tarixini juda ham to'liq bilmayman. O'sha yerga bir g'or bor, o'sha g'orgacha yetib borishimiz kerak. Hozir o'sha g'orga borib, o'sha yergacha borib, sizlarga o'sha g'orni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Aytgancha Hazrati Dovud mana shu ziyoratgohi Samarqand viloyatiga Meronqul degan joyga joylashgan. Kesalaringiz Qashqadaryoga ayniqsa yaqinroq. Bemalol kesalaringiz bo'ladi. Hali hech qancha zina chiqqanimiz yo'q, lekin rostdan juda ham charchatdi. Charchadilaringizmi, usta bolalar? Mana belo bir o'rinda
Nima deyardi haligi? Mashina shatakka olib kelyapti. Hey. Aytmaydi menga. Aytaman. Ha, charchadilaringiz. Juda. Milloni endi qitqilaysan-a? Ha? Ha, ustobo charchadingizmi? So'ramang, yomon qattiq charchadim. Muxlislarim. Voy do'stlarim, yordam beringlar. Qutqaring denglar. Sanjar aka charchadingizmi? Charchadim. Ha, kam qoldi xudo xolasa. Ko'pi ketib, ozi qoldi. Pachti. Xudo xolasa yetib keldik. Lekin juda ham charchadik. Bu videoga eng ko'p gapirilayotgan gapim menimcha juda ham charchadik degan gap bo'lsa kerak. Usta vaqti o'tirib qoldi. Charchadik. Taom bo'ldi, oyoqlar qotib qoladi versa. Agar bu yerga keladigan bo'lsalaringiz, g'orga kirmoqchi bo'lsalaringiz, iloji boricha baquvvatroq, sportivniy formada kelib, qorinni to'qlab, kuchli sportga tayyorgarlik ko'rib kelishlaringizni so'rayman. Bo'lmasa juda ham qiynalasizlar, to'g'risi. Mana juda ham kam qoldi xudo xolasa. Pashdan shaharga chiqsak bo'ldi. Pachti yetib keldik. Do'stlar. Orqaga qaranglar. Gapir. 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 Gap o'zing gapir. Nima deyali? Shu burilmada charchadim. Sen gapirib bitas. Nima gapiraman? Qaydan sen? Beshkandanmi? Beshkaldanmi? Meni taniysanmi? Moyikoni. Yo'q. Bular Beshkaldan-ku. Beshkalda qayerdan? Kimni? Do'stlar, men uchun xush xabar. Va men tog'ning eng cho'qqisiga chiqdim. Mana-ki do'stlar. Va nihoyat ba'zi repman to'g'risi. Hozir g'orga ham kirib boramiz. Xudo xolasa inshaalloh g'orda, lekin ichi juda ham qorong'i, projektor olib kelganim yo'q. Bir amallab sveti bordir, o'sha yerdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana tog'ning eng baland cho'qqalsi. Ona tushimni tushib G'orga tushadi. Majiga suyaz bor. Suyaz boya pastga. Yonlashdim belayim. Charchadi qaysi tomonga? Charchadayman. Haydi. Boram. Do'stlar, kimda kim agar bu yerga kelsa, Perfectum ishlatsa, Perfectumga antennaligan web bilan ko'rinami yo'qmi bilmadim. To'la. 1000 qancha zinadan chiqib yana zinadan tushyapmiz endi. Hozir g'orga qarab tushib ketyapmiz. Sekin astalik bilan mana shu tarafga qarab. Shersiga mana shuni sizga olib bersak to'g'ri keladimi? Qaysi kinoga aliga olib borgan-ku? Nimaga? Ya bunisini olaymi? Ana shuni ol. Bo'lamizga? Bo'ladi. Balet bormi? Bor. Bitta o'g'ilcham bor. O'g'ilcham hali 5-2 yotadi. Yo'q, 5 bo'pti o'zi. Tezkor transportga bag'i. Tezkor tushish transporti. Liftmi yoki? Pastga tushib keladi. O, badroq bor ekan aqqa. Qo'ray ana shega. Maskalarni taqinglar. Xo'sh, do'stlar, g'orga kirishni boshladik. Xudo xolisa, g'orga mana shu yerdan kiritiladi. Mana. Telefonlarda yo'q. Telefon. To'g'ri bo'lmaymiz. Rasmni olamiz kerak. Nega? Mumkin emas.
Degan xayriya hisoblansa Uçup olmayapman. Sırayını uçup tushiraversan. Projektlar yo'q-ku. Ko'zim ko'rmoq. Do'stlar, hozirgina g'ordan chiqdik. G'orning ichiga syomka qilganini qo'yishmadi. Qanaqandir ruxsatnoma olib kelish kerak ekan. Har turli narsalarni aytib ko'rdim, lekin foydasi bo'lmadi. Hozir biz g'ordan chiqdik. Endi tepaga chiqib, keyin pastga tushib ketamiz. Do'stlar, hozir sizlarga ko'rsatgan tuyam ancha-muncha odamdan mashhur desam bo'ladi. Chunki hamma shu tuya bilan kelib rasmga tushadi. Qanayda mana tuya bilan hamma shu bilan kelib rasmga tushadi. Ancha-muncha odamdan mashhur lekin shu. Shersaga siz bilan biron kishi kelib rasmga tushadimi, ayting? Yo'q. Lekin tuya bilan tushadiniki. Men bilan hech kim rasm tushmaydi. Lekin tuya odam, u tuyaniki. Yo, tuya bunga odam bo'ng. Ketding. Qani ikkinchi foizcha. Agar mana shunga yiqilsalaring ham to'g'ri qishloqqa borib tushamiz-da. Zamonadan mehmonlar choylar kafe bor. Tomosha qilinglar. Nosi ikon birdan bo'lsa yo'naladi. Ishlayapti aka. Ha, xeyr. Zamonadan mehmonlar choylar kafe bor. Qani musulmon Unisida qilinadi. Ko'rmayapsizmi? Mana shu xatashapa. Hammaga ham yonavermaykanda yo'g'ing. Aka, jiftchi bankrot. Yo, men ikoni birdan bo'lsin. Men buni ish bilan. Do'stlar, g'orga kirganimizga bizga Hazrat alayhissalom haqida bizga juda ham zo'r ma'lumotlar berildi. Bu hozir pastdan yuqoriga chiqquncha 1527 ta zina bor ekan, ya'ni salkam 1,5 kilometrga yaqin joy ekan. Salkam 1,5 kilometr yuqorilikka chiqib bordik. Endi qaytib tushyapmiz hozir. O'zlaringiz mabodo bu yerga mehmon bo'lib kelsalaringiz, kirsalaringiz juda ham zo'r informatsiyalarni olib ketasizlar va mazza qilib dam olib ketasizlar. Mana. Hojiboyev aytganday, noming qolishi uchun toshga o'yib yozish kerak emas, deydi-ku mana. Toshga kimdir nomini o'yib yozib ketgan mana. Soatimiz millari 15 ta kam 12 bo'ldi. Odam endi ko'payishdan boshladi mana, Xudoga shukr. Bo'yna biz ancha vaqtli kelgan ekanmiz. Ko'p odam endi kelyapti. Mana shu havo ham zakonni lekin. Tog'ga tushib chiqdik do'stlar. Endi biz uyga ketyapmiz. Toychoqni oldidamiz. O'ylaymanki, vlogim sizlarga ozgina kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr. Chunki juda ham charchadik. Bunaqa charchayman deb hech ham o'ylamagandim. Bugungi vlogda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Albatta like bilan videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling do'stlar.